Barnaxon qiz, to'y ko'yniga yarashibdimi? Ha, siz nimani kiysangiz yarashadi. Bu to'y ko'ynakni uchun Muzaffar bilan ishkimiz bütün almaslarni bilan loyihalagan ko'ngil qo'yib tanlagan. Muzaffar menga siz bu dunyodagi eng go'zal to'y qilchaq bo'lasiz deb va'da bergan. Oxiri va'dangizda turdingiz, rahmatchimmi sizga? Bu yerda yot odammi bor? Boshqalar bizning baxtimizga guvoh bo'lsin, ayt yaxshi. Ha, rost. Mening bu tunji qitim to'y qilishim. Toza tajribam yo'q. So'rab baqsam, siz to'y qildingizmi? To'y qilgan bo'lsangiz, to'y kuni yerib charchamdi. To'yda nima ishlarni qiladi, menga uytib qo'yamsiz. Men to'y qilib baqmagan. Ha? To'y qilmay turib. Ha, rost. Bolangizning dadasining kimligini bilmaysiz, ha? Bolamning dadasi bek aldirash, onun ustiga siz bu so'z cho'chaklarni nerdan angladingiz? Bu o'yinchoqlar muhim emas. To'y kuni kelib gul tutib berasiz. Vaqtimni sizga hadiya qilg'im bor. Bernaning o'zining baxti bo'ladi. Men kiyimni sinab qo'ygan ekan, men menga beray, ya. Aras, qo'ldishingizning kiyimini bugun sinib etmasak, aytib ulgurmaydi. Qo'ldishimni bo'ybasti Barnaxon qiz bilan o'xshib ketdi. Yoki bo'lmasa Barnaxon qiz siz sinab boqamsiz ya. Mao ko'ynak qo'l sizga bekli yarishidi. Lekin ozroq bir yerlarni o'zgartirish qilsak, texmi bek tushib ketishchimi? Oy, kechiring, men qasd qilmagan. Ish bo'lmaganda. Men tazliq uyga berib kelay. Tazliq uy o tarafda. Muzaffar,